foiz ayriladi. 24% nimaga? 5 yil. Limitasi 2 yillik limitasi. Olish kerak, buni maqsadi bor. Chorvaga olasizmi, tikuvchilik qilasizmi? Maqsadi, endi aslida kredit olishdan farqi borda, kreditni olib turib qaytarish ham bor. Siz olib qo'yib, o'zg'orga ishlatib qo'ysangiz, kredit qaytara olmaysiz. Maqsadli foydalansangiz, o'zingizga yaxshi, ham sizga qilgan ishingiz qoladi, ham daromad bo'ladi. Nima masalada kredit olasiz? Bog'chaga o'sha 12 insonlik qaror bo'yicha beramiz.